Assalomu alaykum hammaga hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Avtomix YouTube kanali va Telegram kanal hammasiga xush kelibsizlar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz, minnatdormiz. Xudo xolis ishlarni boshlab oldik. Manzillarni endi bemalol aytsak ham bo'ladi. Ekrandagi telefon nomerlar mana yangi nomerlar bilan ishlarni boshladik. Bittasini o'zim tutaman, javob beraman, bittasini mana syomka qilayotgan ukam javob beradi. Telefon nomerlar ishlaydi. Telegram ochib qo'ydik, WhatsApplar ham ochib qo'yamiz inshaalloh. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyingi narsa, lokatsiyamiz uzoq emas. Toshkent Indeks bozori hamma biladi hozirgi kunda. Shuni Indeks bozoriga to'g'ri kirib kelasizlar, hech qayilmaysizlar. Katta yo'ldan kelganingizda o'ng tarafingizda Indeks Inbazar kiyim bozori shu do'koni keladi. Shuni ro'parasidamiz. Unaqa ichkari degan joyi yo'q. Lokatsiya keladigan bo'lsa, Telegram kanalga lokatsiya tashlab qo'yamiz, bemalol kelaverasizlar. Bugungi obzorimiz sizlar uchun maxsus bo'ladi. Ishlarni bismillah deb boshlaganimiz uchun narxi lekin super narxda sizlarga yoqadigan bitta Cobalt'da obzor qilib bersa, xudo xolasa, menimcha sizlarga yoqadi degan umiddaman. Like ham yaxshilab bosaverasizlar, yaqinlarga jo'natasizlar. O'zimizdan temada plyus qoldirib qo'ysanglar ham mehnatimizni qadrlagan bo'lasizlar. Hammalarni yaxshi ko'ramiz, joninglar sog' bo'lsin. Hurmatinglarni cheki yo'q, addishi yuradasizlar. Xo'p, bugungi obzorimiz mana shu toychoq bo'ladi. Cobalt mashinamiz. Mashina lekin 908 mejikargacha qo'yib qo'yilganda. Xudo xolisa buni tanishinglar, 2018-yil 4-pozitsiya avtomat, sekin ko'rsatib kelaveramiz, marhamat. Mana bunaqa oblisovkalar qilib qo'yishibdi, qaranglar. Mana hozirgi oxirgi modasimi deyman, mana gap bo'lishi mumkin emas. Mana bulargacha qo'yishibdi. Endi charmxo balonlarda tayyor, tonirovkalar bor. Mana salonni qaranglar. Nima deyapti salon? Marhamat, ko'ringlar buni, cho'tkiymi? Mana qaranglar. Rulni qaranglar. Voydot multimedia rul. Mana qaranglar. Chexollar. Magnitofonlar qaranglar. Pioner magnitofon, registrator, mashina lekin vapshim cho'tki haydab qo'yishgan ekan. Shu bagaji bosib yuborgan. Ya bo'ldi, bosildimi, ochildimi? Mana qaranglar. Metan gaz. Metan gaz. Mana bunaqa Mers faralar. Mashina xullaschi olasizlar, minasizlar. Orqacha umuman xarajat yo'q. Orqalari. Uzr qattiqroq yo'qordim, ravo. Cobalt Air Tour. Nima deyapti? Mashina qisqasini aytganda olas minas boshqacha hech qanaqa xarajat ham qilib o'tirmaysiz. Inshaalloh sizlarga menimcha yoqdi degan umiddaman. Kesillarni batafsil gaplashib o'tamiz. Bu anaqasida narx-navosini endi sizlarga aytib qo'ya qoling. Narx-navosi necha pul? Buni narxini naqd pulga 8200 baholadik. Bu endi 8200 baholadik. Shu pochin qilish deydi-ku, yani o'zbekchasiga. Xudo xolasa 8200 baholadik. Mayli, yana kelsangiz ozgina sunnatiga yana nimadir qilib beramiz. Marhamat, naqd pulga kelib 8200 dollarga xarid qilsanglar bo'ladi. Bo'lib to'lashga berasizmi degan savolingizga albatta bo'lib to'lashga ham avtokredit qilib bera olamiz. Pasport, praviz bor, plyus bormi? Marhamat. Notarius to'loviga alohida pul demaymiz. GAI to'lovlariga ham alohida pul nimadirlar aytilmaydi. Barcha xarajat ichida. Shu cho'nchigingizda nech pul chiqadi, o'sha bilan minib ketadigan pulni aytib o'taman. 850 dollar pul berasiz. Shu mashina nomingizga o'tkazib, notarius gaylarini qilib jo'natib yuboramiz. Muddati necha yilga? 3 yilga qilib beramiz. 3 yil, ya'ni 35 oyga, diqqat bilan eshitinglar. 35 oyga 4.695 ming so'mdan 35 oyga xarid qilasiz. To'g'ri, hozir hisoblashingiz mumkin. Voy, mani to'g'ri gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bo'lib to'lashga olishinglar majburiy emas. Uni har doim aytib o'tganman. Faqatgina xohlovchilarga qilib beramiz. 850 dollar plyus bor. Marhamat, to'g'ri kelsa 4.695 ming so'mdan 3 yil muddatga, ya'ni 35 oyga, birinchi oy lьготный bo'ladi. Uni ham inobatga olasizlar, xarid qilsanglar bo'ladi. Endi
Yili 2018ligini ham aytdim shekilli, 2018ligini ham inobatga olasiz. 2018-yil faqatgina 3 yil muddatga chiqadi. Keyingi bir savol. Yana nima? Bundan tashqari mashinalar hozir yetarli. Endi meni bittada optimiga hozir sizlarga nima ko'rib, nima ko'rmadinglar esingizdan chiqib qolmasligi uchun bitta qo'yib boraman. Sizlar poddershka qilib, like ham bosib tursanglar, Avtomix YouTube kanalimizni bundan ham rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Xudo xolisa yaxshi sovg'alar, o'sha nima deydi? Bir yaxshi interesliroq narsalar qilishga harakat qilaman. Xudo xolisa bu ishimda eng glavnisi bilasizlarmi nima? Ochiqchasiga aytaveraman, bu ishda glavni sheriyo, tushunyapsizlarmi? O'sha sheriyo, masalan, qo'pol qilib aytganda, musulmonchilik asta-sekinchilik deganda ozgina qo'ysa ham barakasini bersin deydi-yu. Birovning pulini hisoblash emas. Yana bitta narsani aytib qo'yaman. Bundan buyog'iga hammadan arzon chiqarsak chiqaramiz mashinani boshlang'ich turlarini. Lekin baland chiqarmaymiz. Sababini ham aytib o'taman. Birinchidan, Avtomixda bankdan qaytgan, zapreti bor, nimadir kasha mashinalar sotilmaydi. O'zimni pulimga olib kelinadi, o'sha dokument qo'llanadi. O'shaqa mashina sotamiz inshaalloh. Unaqa bankdan qaytgan, kimnidir kreditini sizni nomingizga o'tkazib bergan, tiqilib yotibdi unaqa hozirgi kunda. Kimdirlar 4 yilga olganlar bor, to'lamaganlar banklar olib qo'ygan, shunaqalarnikini kreditini olaman siz 500 dollar, 300 dollarga oformit qilib berishyapti-da, kredit davom ettirib to'laysiz. Uni to'laysiz ham. To'lab bo'lganingizdan keyingi mashmashalari bor-da, uni sal ehtiyotroq bo'lasizlar. Inshaalloh o'sha narsani aytib qo'yishni vazifa deb bildim. Endi yana bitta narsa, mashinani narxi nimaga oshib boradi? Endi men bozorga narx nazarda tutmayman. Misol uchun ishlashadi, mana mashina olishadi, sotishadi-yu. Birinchidan, ish kuchi ishlayotgan joyda ish kuchi qancha ko'p bo'lsa, ularga ham oylik berish kerak, boshqa berish kerakmi? O'sha mashina ustiga ko'proq qo'yishga majbur bo'ladi. Ikkinchidan, arendasi qancha qimmat bo'lsa, ishlayotgan joyini uju majbur har bitta mashina ustiga yana qanchadir summani qo'yishga majbur bo'ladi. Undan tashqari u ishlayotgan odamning o'zining foydasi bo'ladi. Uni qo'ysa, qarabsizlarki, misol uchun deb aytaman, 850 dollar bilan chiqadigan mashina o'sha avtomatik uju 1,5 ming bilan chiqishga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun hamma narsani qo'limdan kelgancha qisqartirgan holatda eng zo'rlarini sizlarga tuhfa qilaman degan umiddaman. Agar videolarim, ma'lumotlar hammasi yoqqan bo'lsa, bitta like ga bosib qo'yasizlar. Yana bir bor eslatib o'taman. Manzilimiz Toshkent X bozori. Sergeli mashina bozorida to'g'ri yarmarkaga qarab kelaverasizlar, hech qayerga burilmaysizlar. O'zi to'g'ri indeksga olib kiradi. Shu katta yo'l bo'ylab kelaverasiz, o'ng qo'lingizda Inbazar ro'parasida Avtomix jamoam bilan o'zim xizmatda. Agar ozgina vaqtingizni olib qo'ygan bo'lsam, rozi bo'lib qolasizlar, bizdan uzoqlashmanglar. Telefon nomerlar hammasi ishlab turibdi. Bundan ham keyingi mashinalar dahshati bo'ladi. Hammanglarga rahmat, joninglar sog' bo'lsin.